Men Nurimbetova Muslima Ravilovna Navoiy viloyatining Konyameh tumanida tug'ilganman. Hozirgi kunda 20 yildirki Farhod madaniyat saroyining xonandasi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Ilm olishga va sport bilan shug'ullanishga harakat qilaman. O'zi ketma-ket farzand tuqqanligim sababli ko'proq uyda farzandlarim tarbiyasida bo'lib qolganman. Ancha yil sanatimda to'xtashlik bo'lgan. Bitta farzandim bor edi, ikkinchi farzandimga homilador vaqtimda ajrim bo'lgan va qizimga Down sindromi qo'yilgan. Juda ham qattiq tushkunlikka tushganman va hamma narsa men uchun tugadi degan qarorga kelganman. Kutganman farzandimni. Agar mana shu farzandim sog'lom tug'ilsa, hayotga qaytaman degan maqsad bo'lgan menda. Qizim dunyoga kelgan va sog'lom kelgan. Allohga behisob shukr va o'ylaganman. Demak, menda ikkita farzand bor. Allohim menga ishonib ikkita farzandni bergan ekan. Demak, men bilaman, mana shu yo'ldan o'tib keta olaman. Lekin men bu yo'ldan qanaqa o'tishim kerak? Men boshqa ish qila olmasdim. Sanatim borligi uchun yana boshqatdan san'atga qaytganman va o'z faoliyatimni yana shu san'atkorlikda boshlaganman. Umid qilaman, ovoz loyihasi menga juda ham katta imkoniyatlarni ochib beradi.